I can use the bank and post office. Men bank va pochtadan foydalana olaman. At the bank, bankda. Demak, banklarda bizga beriladigan eng muhim iboralarni hozir ko'rib chiqamiz. Can I use this card in this cash machine? Also, ATM. Demak, bu bankomat, cash machine. Where can I change dollars in the euros? Man dollarlarimni qayerda yevroga almashtira olaman? Demak, change money degani almashtirish. Berasiz, evaziga boshqa olasiz. Is there a bureau the change near here? And an office where you can change money. Bu bureau the change degani pul almashtiriladigan office hisoblanadi. Which currency do I need for Argentina? Argentinaga borishim uchun qaysi pul birligi kerak? You need pesos. Sizga pesos kerak. Demak, currency degani bu qaysidir davlatni o'zini pul birligi hisoblanadi. I've got Japanese yen. What's the exchange rate for the euro? Manda hozir Yapon yeni bor. Buni almashtirish uchun dollar kursi qanaqa bo'ladi? It's 142 yen to the euro. Demak, 1 yevro 142 yenga teng degani. Exchange rate bu mana shu pul kursi hisoblanadi. Where do I sign this? Sign so'zi imzo chekmoq ma'nosida keladi. What commission do you charge? We charge 1%. Demak, commission degani bu komissiya. Ya'ni siz pul o'tkazma paytida sizdan ushlab qolinadigan pul charge bo'lsa, o'sha narsani olish ma'nosida keladi. Ya'ni qancha komissiya olib qolasiz? 1% deyilyapti. 1%. At the post office. Pochta ofisida. You want to send a letter to a friend. Send a letter to degani bironta insonga xat yubormoq degani. You write the name, ismini yozasiz. Address and postcard on the envelope. Demak, envelope degani bu convert degani. Ya'ni konvertning ustiga adres yozasiz va pochta raqamini yozasiz. You put a stamp on it. Ustiga shtamp qo'yasiz. You post it in the letterbox or the postbox. Va uni endi siz pochta qutisida qoldirasiz. Pochta qutisi letterbox yoki postbox deyiladi. The postman or postwoman delivers it in the next day or two. Demak, 1 yoki 2 kun ichida pochtachi uni yetkazib beradi. Ayol kishiga postwoman, erkak kishiga postman. Deliver degani bo'lsa yetkazib bermoq ma'nosida keladi. You want to send a parcel to Germany. Endi siz Germaniyaga jo'natma yubormoqchisiz. You take it to the post office. Pochta ofisiga olib borasiz. How much is this parcel to Germany, please? Germaniyagacha bu jo'natmam qanchalik bo'ladi? Ya'ni qancha pul to'lanadi? Put it on the scales. Please. 350 grams. That's 3.43 euro. Buni tarozini ustiga qo'yasiz va 350 gram uchun 340 euro. That's fine. Can I have 2 stamps for postcards to Germany? Postcard degani открытка degani. Ya'ni qo'shimchasiga tayyor shtampi bor открытка ham oson bo'ladimi deb so'rayapti.